Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugungi kunda hozir RVS Optimum temir beton qurilmalari zavodiga o'rnatgan modulli umumiy qiymati soatiga 8 tonna, ikkita 4 tonnalik bug' qozonlari bo'lgan qozonxonani sizga obzor qilib ko'rsatib bermoqchimiz. Tayyor holatda. Bu qozonxona umumiy bizani korxona tomonidan qurilgan. Ko'rishimiz mumkin. Ikkita 4 tonnadan bittasi ham gaz ham mazutda ishlaydigan va ikkinchisi ham gaz ham dizelda ishlaydigan soatiga 4 tonna par bera oladigan bug' qozonlari o'rnatilgan. Bundan tashqari bitta suv tayyorlash majmuasi qurilgan. Suvni yumshatib, suvni bu qozonlarga berishdan oldin isitib tayyorlab berish sistemalari qo'yilgan. To есть generator va hamda kondensat qaytadigan bo'lsa, kondensat qaytamini to'plab yana qayta ishlatish sistemalari qo'yilgan. Bu tarafda esa biz teplobmennik o'rnatganmiz. To есть teplobmennik nima uchun kerak? Pardan отопление va issiq suv olish maqsadida teplobmennik o'rnatilgan. Par ishlamagan holatda issiq suv va отопление qilish uchun 100 kilovatlik vodogreynik, suv isitish qozoni ham o'rnatib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, hammasi bizning firma tomonidan noldan boshlab oxirigacha bu qozonimiz soatiga 4 tonna par chiqarib bera oladi. Bu qozonimizni горелкasi ham gaz, tabiiy gaz metan ham bitta отдельно unga nasos, filtr ham sistema o'rnatilgan. Dizel yoqilg'isida ham ishlashi mumkin. Qish sharoitida agar gaz bosimi tanqis bo'lib, gaz yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, ish to'xtamasligi uchun dizel sistemasi ham o'rnatilgan. Ham bitta biza bu proyektni loyihalashtirib, bu proyektni shakllantirganimizda gazga har doim обязательно gazni давлениясini, to есть gaz bosimini mo'tadillashtirib, stabil berish uchun, горелка, котел qiynalmasligi uchun va gaz sarfi mo'tadil aniq bo'lishi uchun har doim gazni bosimini regulirovka qiladigan gaz reduktor Italiya firmasinikini o'rnatamiz. Bu moslamamiz bizda bug' kollektori deyiladi. Bug' kollektorlarning vazifasi nimadan iborat? Bug' kollektori ikkita yoki 3 ta bug' qozon o'rnatilganda hamma bug' qozonlaridan kelgan bug' quvurini bittaga jamlab, bu yerda korxona tizimlariga hamda o'zimizda suvni isitish generatorimiz bor. Shunga hamda bu yerda dizel va mazut o'rnatilgan baklarni yoqilg'isini qizdirib berishga taqsimlab beruvchi moslama hisoblanadi. Hamda bu moslamamizda tagida bizda kondensat, to есть bug'dan qolgan kondensatni yana qaytarib ishlatish uchun hamda bu yerda kondensat yig'ilib qolmasligi uchun kondensatni qaytarish sistemasi ham o'rnatilgan. Bu qozonimiz esa bizda maxsus ham gaz, tabiiy gazda ham mazutda og'ir neft yoqilg'isida ishlashga mo'ljallangan gayatga o'rnatilgan. Buni vazifasi bunda ham xuddi shu gaz bosimini mo'tadillashtirish reduktor o'rnatilgan hamda ten deganda elektr orqali mazutni yonib temperaturasiga yetkazib berish tenlar o'rnatilgan. Hamda bu garelkada mazutni purka berish uchun bizda alohida kompressor o'rnatiladi. Bu kompressor mazutni qaynab turgan mazutni purka beradi. Gaz bo'lmagan mahalda yoki dizel narxi ko'p bo'lganda mazutda ham ishlash imkoniyatini beradi. Bu qozonxonani bug' qozonlariga suvni tayyorlash, ya'ni suvni kimyoviy usul bilan yumshatish sistemasi duplex sistema deyiladi. Duplex degani ikkilangan. Ya'ni ikkita filtrlash tizimi galma-gal ishlaydi. Biri ishlayotganda bunisi kutadi, bunisi o'zini o'zi tiklayotganda bunisi ishlaydi. Ishlash jarayonida shunda uzilishlar bo'lmaydi.
hamda bu filtrdan o'tgandan keyin suv yumshab, bizda yumshatilgan suv rezervuariga yig'iladi. Yumshatilgan suv rezervuaridan keyin dearatsionniy kolonnaga xuddi shu nasoslar orqali o'tadi hamda dearatsionniy kolonga bug' orqali gazlar chiqariladi hamda bu qozonlarga kirayotgan suvning temperaturasi qaynash darajasiga yetkazib beriladi.